Assalomu alaykum. Har biriz uchun mukammal tanlovim Boss magazinida bugun sizlar uchun gigant razmerda trikolarimizni ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Hammangizni kiribken Ro'za Ramazon hayit bayrami bilan tabriklab qolamiz. Xudo xolasa magazinimizda bugun sizlar uchun toza kolleksiya, ya'ni velikan desangiz velikan emas, gigant razmerda trikolarimizni aytganmiz, xudo xolasa. Bularni sizlar bilan birma-bir obzor etib ko'rsatamiz. Videomizni qo'llab-quvvatlash maqsadida bir like bilan bir komment yozish yoddan chiqmasin. Asa xudo xolasa sizlarni trikolar bilan obzor etishni boshlaymiz. Aytgancha yana bir narsani aytib o'tayim. Bizning avvalgi videolarimizda ko'pchilik aytib turibdi. Bahosi bilan ayting. Nechun bahosini aytib turibsizlar-da. Bundan keyingi videolarimizda xudo xolasa shu videodan boshlab baholari bilan sizlar uchun aytib arzon aytib beramiz, xudo xolasa. Asa sizlar bilan dansamiz. Qani ketdik. Ko'rib turganlaringizdan material ne dedi? Material Kubik firmasından bo'ladi. Material hibishli. Giygan vaqti tana yoqimli deydi, xudo xolasa. Ko'rishlaringiz mumkin. Ham bolshevika bo'lib tikilgan, og'i o'zidan chiqqan variantda bo'ladi, xudo xolasa. Razmer ne dedi? Razmer. Razmer 58 razmerda, xudo xolasa. Ko'rishlaringiz mumkin. Bolaklardan bir xato e'tibor berib o'tamiz. Arka tarafim, arkasında zamokli variant bo'ladi, xudo xolasa. Yan tarafına göre nombozak mana. Zamoklarni e'tibor beramiz. Zamoklari moshni bo'lib tikilgan, xudo xolasa. Mana navbatda esa keladigan bo'lsak, navbatda esa razmerlarimiz to'liq, xudo xolasa, bemalol kelib magazinimizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Og'ini ko'rishingiz mumkin. Bu narsamiz eng kami 110-100 kilo 100 kilo keladigan odamlar olsa bemalol to'g'ri keladi. Bizda bilasizlar, razmer topish umuman problema emas. Xudo xolasa brendi tushgan bo'ladi. Razmer ne deydi? Razmer 62 razmer. Ko'rishingiz mumkin. Keyin mana razmer ne deydi? 68 razmer. Shu narsamiz bemalol 150 kilogram, 160 kilogram chiqadigan odamlarimizga bemalol to'g'ri keladi. Nechun desiz, bolalar ham dim keng ishlangan. Bu narsamiz buni ham kissasi zamokli bo'ladi, xudo xolasa. Bu narsamizning bahosi sizlar uchun 180 ming so'm, 190 ming so'm sotilib yotirgan shu vaqtgacha gigant razmerdagi trikolarimizni sizlar uchun shu yerda ko'rib turganingizni, bulardan razmerlarimiz ko'p, faqat bir dana reklama uchun ko'p-ko'pmiz hozircha. Sizlar uchun bahosini 150 ming so'mdan ham emas, 140 ming so'mdan ham emas, 129 ming so'mdan beramiz, xudo xolasa. Sizlar uchun bo'ladi bu narsamiz. Lekin bir dana sharti bor. Sharti bizani YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Sharti shu. 129 ming so'mga gigant razmerdagi trikolarimizni xarid qilsangiz bo'ladi. Lekin kelgan vaqtda aytinglar shu narsani. Biz YouTube'dan obuna bo'lib keldik desangizlar, shu narsani 129 ming so'mga berib beramiz, xudo xolasa. Bu bahada hali sotilmagan umuman. Kelgan bahasi emas, to'g'risi, lekin sizlar uchun shu narsani 129 ming so'mdan berib beramiz. Navbatdagi rasvetkasiga keladigan bo'lsak, men sal bitta molodojlik giyinaman degan og'alarimiz uchun bo'ladi. Bu narsamiz sal bitta uskrak tikilgan, lekin bolshevika razmerda bo'ladi bu narsamiz ham, velikan razmerda, xudo xolasa. Brend ne deydi? Brend. Bu narsamiz o'zi reklama etib o'tirish shart emas. Bu narsani klientlari bor. Adidas firmasini, Adidas brendini o'zlari biladilar. Mendan yaxshi. Ko'rishingiz mumkin, yipli variant bo'ladi. 3 dona poloska tushgan bo'ladi, xudo xolasa. Poloskasi ham yarımlacha tushgan. Materiali lekin вообще dahshat material. Endi bilasizlar, banimiz bahor. Bahorda dumam yubka triko emas, dumam qalin triko emas, o'rtacha triko ketadi. Buni ichini bir qadar sizlarga ko'rsatib berayin. Tikilishlarini ham ko'rishingiz mumkin. Trikosi ham nodizam material вообще boshqacha material. Tene shuning yilma deyadi. Buni просто tak gelib bir giyib ko'rish kerak bo'lgani. Navbatdagi svetini ko'ringlar. Rasvetkasini Alva firmadan bo'ladi, xudo xolasa. Bu narsamiz темный синий mentol ishlangan varianti. Kombinatsiya bo'lib, yeri qoravi, qora chiziq tushgan. Zamoklarni ham e'tibor beramiz. O'zini Brentvi zamoklari qo'yilgan. Brentvi zamoklari qo'yilgan, xudo xolasa.
Navbatdagi svetini keladigan bo'lsak, navbatdagi svetimiz razmer ne dedi razmer? 56 razmer. Brentfield zamok qo'yilgan. Oq chiziq polosga o'tgan. Tikilishlari вообще qolipi o'ta go'zal ishlangan, xudo xolasa. Bular ham materiali shu materialda. Material lekin вообще gap yo'q. Super качествоga. Navbatdagi svetimiz esa темный синий svet. Bu narsamizni hozir ko'pincha dam olishlarga yetajaklar olib turibdi bu narsamizni. Bilasizlar, havo yanına ya issiqli ya sovuqli bo'lib, azon salqin, kech salqin bo'lib yuribdi. Iloji boricha bu narsamizni ko'pincha bizadan azonda yurmaka chiqadigan og'alarimiz olib turibdi bu narsadan. Lekin kачествоsi вообще zo'r. O'zi olxonadan bu narsani birdan kuri rahmat aytib kiysa bo'ldi. Bo'lgani bizlara boshqa hech narsa kerakmaydi. Navbatdagi nimiz esa razmer ne dedi razmer? 58 razmerda bo'ladi, xudo xolasa. Mana ko'rishingiz mumkin. Zamokini ham bir qator e'tibor beramiz. Mana yumshoq. Hipli variant bo'ladi bu narsamiz ham. Yonboshi polosga tushgan bo'ladi, xudo xolasa. Materiali вообще zo'r lekin bu narsaning. Svetlari bombinon. Mana svetlarni ham ko'rsatib o'ting. 58 razmerda, xudo xolasa. Pastga nomer qo'yaman. Bemalol telefon qilib so'rashingiz mumkin, ma'lumot olishingiz mumkin. Agar to'liqroq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, keyin navbatdagi svetidan keladigan bo'lsak, razmer ne dedi razmer? 60 razmer. Bu narsamiz ham o'ynab 130, 120 kilogramm og'alarimizga bemalol to'g'ri keladi. O'zi shu videoni tez shularga yuborib qo'yali. Bular ham bu narsamizdan bexabar bo'lib qolmasin. Hozir ko'pchilik qiynalib yuribdi shu narsada, triko topishda, o'zini komfortli triko topishda umuman qiynalib yuribdilar. Bu narsa esa Boss magazinda topish problema emas. Og'i o'zidan chiqqan variant. Ko'rishingiz mumkin. Bu narsamizni baholarni sizlar uchun 190 ming so'm sotilib turilgan o'zi. Sizlar uchun bu narsaning bahosini 150 ming so'mdan yaxshi yo'q. Menikidan 5 ming so'm qimmat etamiz. 134 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin bu narsamizni. Inamini esa 129 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi, xudo xolasa. Atari shartlari bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Bo'lgani ham kelgan vaqtda men YouTube'dan ko'rib keldim, podpisatsiya bo'lib ko'pman deb kelsangizlar bo'ldi. Shu narsani sizlar uchun 134 ming so'm, 129 ming so'mdan beramiz, xudo xolasa. Svetlarni ko'rdingizlar, rasvetchalari ko'p. Xudo xolasa, magazin 136 sizlar uchun yangilik qilishdan to'xtamaydi. Xudo xolasa, buyoqdan endi yangiliklarimiz zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Skidkadan ham yomonlarni aytib beramiz. Mana og'i o'zidan chiqqan variantlarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Bolakam keng ishlangan. Undan tashqari, молодежный og'alarimiz, uchalarimiz uchun ham trikolarimizdan assortimentlarimiz ko'p. Toza rasvetchalarimizga ham bularni ham ko'rsatib o'ting sizlarga. Adidas brendidan bo'ladi. Bularning baholari qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastga nomer qo'yaman. Bemalol qo'ng'iroq qilib so'rashingiz mumkin. Manzilimizni ko'p odam adashib turibdi. Manzilimizni yana bir qator tushuntirib o'taman sizlarga. Manzilimiz Urganch Raycenter bozor 3-qator 136-magazin bo'ladi, xudo xolasa, hurmatli mijozlarimiz. Keyin bundan tashqari bizda boshimga razmerda futbolchilar ham so'rab turibdilar. Ularni hozir sizlar bilan bir qator ko'rsatib beramiz. Boshimga razmerda futbolchilar ne dedi? Razmer 4XL dan boshlanadi. Bu ko'rib turganlaringiz eng kichkina narsa razmeri bo'ladi, xudo xolasa. Razmeri 7XL gacha chiqadi. Narxi qiziq deysizlarmi? Narxini so'rang, narxini bu narsani. Narxini вообще arzon aytib qo'yibmiz. Velikan razmerda hali minning kачествоda siz futbolchini men aytadigan bahoda hali xarid qilmagansiz. Bahosi 140 ming so'mlik edi. Sizlar uchun bu narsani 93 ming so'mdan qo'yib berdik, xudo xolasa. Hurmatli mijozlar, 93 ming so'mdan hali xarid qilmasa bu narsani. Lekin shu narsa e'tibor berali. Bo'lish bahosi bizada shu narsa. Inamini 129 ming so'm bo'lish bahosi. 134 ming so'm bo'lish bahosi. Bu narsamizniki esa 94 ming so'mdan bo'lish bahosi, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin. Mana svetlarni qarang. Xolasiz hakki svet ham bor. 7XL dan bir ko'rsatib o'taylik sizlar. Eng ulug' razmer, yangi 150-160 kilogramm odamga to'g'ri keladigan ina, shu futbolchi shu. Kачествосini вообще gap yo'q bu narsani. Giygan vaqti
bir kur rahmat aytib kelsangiz bo'ldi. Yana ko'rishingiz mumkin. Xohlasangizlar, men kamerada sal bitta boshqacharoq ko'rinib turibdi. Bolotiy svet bo'ladi bu narsamiz. Mana. Ham eng kichkina razmeri hali. Razmerlarimiz to'liq, bemalol kelib, bir triko bilan bir futbolka Lukasab chiqib ketishingiz mumkin. Amazing magazinimizda kutib qolamiz. Bu narsamizni kunlari вообще cheklanmagan. To shu narsamiz tamom bo'lib qolincha bo'ladi, xudo xolasa. Pastda nomer qo'ydim. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Manzilimiz shu. Urganch Raycenter bozori 3-qator 136-magazin bo'ladi, xudo xolasa. Bizlarni kuzatishda davom etib turing. Xudo xolasa videomiz manfaatli, foydali bo'ldi degan umiddamiz. Videomizni yaqinlaringizga, do'stlaringizga yuvarib qo'yinglar. Iloji boricha gigant razmerdagi og'alarimizga videoni yuvarib qo'yamiz, xudo xolasa. Sizlarni hammangizni magazin 136 da kutib qolamiz. Bizlarni kuzatishda davom etib turing. Xudo xolasa yangiliklarimiz sizlar uchun oldinda hali. Yana bir xato ko'rsatib o'ting. Xudo xolasa sizlar uchun zo'r o'yinlarni ham qo'yib beramiz. Prямой efirda o'ynaladigan o'yinlarni xudo xolasa. Banadan yangiliklarning bombasi bo'ladi, xudo xolasa. Asa, hammangizni magazinimizda kutamiz. Bemalol kelaverasizlar. Biz shu yerda xizmatdamiz, xudo xolasa.